Hech qachon sintfon ustidan to'pli pol montaj qildirmang. Bu juda ham katta xato. To'pli pol montajida ahamiyat berilmaydigan 3 ta xato. Birinchisi, to'pli pol montajida faqatgina sintfonning o'zidan foydalanish juda katta xato. Sababi praktikadan ko'rganmizki, sintfon stashkani tagida chirib yo'g'ib ketgan holatlarni. Bu nimaga olib keladi? Sizni ortiqcha xarajatga, kotolga yuqori yuklanaverishingizga to'g'ri keladi. Lekin buni biz ma'qulligimiz, agarda buni tagidan siz poke shitli yotqizsangiz, tepli pateri o'shanda ancha yo'qoladi. Boisi hammamiz bilamizki, pena shitlarimizni issiqlikni pastga o'tkazmaydi, pastki zax tepaga chiqazmasligi uchun xizmat qilib beradi. Buning natijasida montaj qilingan to'pli polimiz a'lo darajada ishlayveradi. Ikkinchi xato, to'pli pol montajimizda kollektorlardan noto'g'ri foydalanish. Ya'ni konturlarimizga qarab turib kollektorni noto'g'ri tanlash yoki taqsimlash. Agarda bizda har xil metrajli konturlar bo'lsa, ya'ni birinchi konturimiz 30 metr, keyingi konturlarimiz 70-80 metr bo'ladigan bo'lsa, u paytda biz rasadamenli kollektorlarni tavsiya qilamiz. Agar sizda rasadamenli kollektor emas, oddiy kollektordan foydalanadigan bo'lsangiz, bilingki, qisqa metrajli joyingizda ataplaniya tezroq aylanib, 80 metrli joyingizda diskomfort holat yuzaga kelishi mumkin. Mana shu ham ustiga bog'liq bo'lib qoladi. Uchinchisi, montaj qilib bo'lingan to'pli poldan keyin stashkani yuqa qo'yilishi. Ko'p hollarda 3 sm 4 sm qo'yib qo'yiladi. Bu stashkangizni yorilib ketishiga sabab bo'lib qoladi. O'shaning uchun to'pli pol montaj qilingan joyda kamida 6-7 sm stashka olishni maslahat beramiz. Ma'lumotlarimiz foydali bo'lgan bo'lsa, bizga obuna bo'lib qo'ying va bu videoni santexnik ishlarni qildirmoqchi bo'lgan tanishlaringizga jo'natib qo'ying. Rahmat.